bunaqa tez keladi o'ylamagandim. Hey, hozir zamon boshqa. Faqat 3 oy ichida to'lov qilishingiz kerak. Albatta. O'zingiz tushunasiz, kechiktirib bo'lmaydi. Albatta to'lash kerak. Aks holda hajga boraman deganlarning soni ko'p, bilasiz-ku. Nasib qilsa albatta to'laymiz. Yurakga egam, o'zingga shukronalar bo'lsin, Allohim. O'zingga shukronalar bo'lsin, Allohim. Voy, yaxshi keldingizmi? Ha? Tinchlik ekanmi? Onasi, Ha? hajga ketar ekanmiz. Navbatimiz kelibdi. Rostdanmi? Voy. Voy, Xudoyimdan o'rgilay. Pul to'lashimiz kerak ekan. Bor, xazinani olib chiq. Hozir olib chiqaman. Voy, qanday yaxshi bo'ldi-ya. Ey Xudoyim, ey. Doim namozlarimda so'rardim. Bu pul yetmaydi, xotin. Balki haligi sigirni sotarsiz. Esing joyidami? Sigiri pulni qo'shganimiz bilan baribir yetmaydi. Keyin sigiri sutdan nevarlar ichib turibdi-ku. Ular nasibasini qirg'ib hajga boramizmi? Balki kimdandir bir qarz olarmiz. Ey xotin, necha marta aytdim, qarz olib hajga borib bo'lmaydi. Dam olish kuni bolalarni chaqiramiz hammasini. Bolalarimiz yordam berishadi. Allohim, chiroyli duo qilishlarni bilmayman. Lekin duolarim qalbimdan, yuragimdan chiqyapti. O'zingdan boshqa madadkorimiz, o'zingdan boshqa rahmdilimiz yo'q. Hamma narsa o'zingning qo'lingda, Allohim. O'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Yo'lingdan adashtirmagin. Ikki dunyomizni o'zing obod qilgin, Allohim. Ilohim. Allohim, gunohkor bandalarning gunohlarini o'zing kechirgin. O'zing madadkor bo'l, Allohim. Amin. Allohu akbar. Hammasi yaxshi bo'ladi.